Assalomu alaykum. Aprel oyining muhim voqealari bilan Digest xabarlari. Mazkur oyda O'zbekiston Texnologik metallar kombinati xalqaro miqyosda ikkita yirik uyushmaga a'zo bo'ldi. Xalqaro Wolfram sanoati assotsiatsiyasi va Yevropa ilg'or uglerod va grafit materiallari assotsiatsiyasi. Ushbu uyushmaga a'zolik kombinatga xalqaro miqyosda bozor ma'lumotlari va tahlillaridan foydalanish hamda shu kabi qator imkoniyatlarni taqdim etadi. E'tiborli jihati, O'zbekiston mazkur uyushmalarga a'zo Markaziy Osiyodagi yagona mamlakatdir. Qozog'iston poytaxti Ostona shahrida Xalqaro Minex Qozog'iston 2025 kon geologiya forumi tashkil etildi. Unda O'zTMK vakillari ham ishtirok etib, Yevropaning yetakchi konsalting kompaniyalari bilan muzokaralar olib bordi. Muzokaralarda texnik ekspertiza, ekologik baholash, resurslarni audit qilish va loyiha boshqaruvi sohalarida hamkorlikni yo'lga qo'yish yuzasidan fikr almashildi. Aytish mumkinki, aprel oyi xalqaro kompaniyalar bilan uchrashuvlarga boy bo'ldi. Xususan, Xitoyning yetakchi ilmiy tadqiqot kompaniyalaridan biri Greenim Group vakillari bilan gidrometallurgiya yo'nalishida, Fransiyaning BPI France kompaniyasi va O'zbekistondagi Fransiya elchixonasi vakillari bilan investitsiya loyihalarini moliyalashtirishda, Xitoyning China Construction Bank Corporation vakillari bilan loyihalar uchun qulay moliyaviy sharoitlarda kredit mablag'lari ajratish imkoniyatlari bo'yicha, Geocamp va Veridian Group kompaniya vakillari bilan zamonaviy monitoring texnologiyalari, yer osti infratuzilmalarida xavfni boshqarish hamda geotexnik tahlil usullarini O'zTMKda joriy etish masalalarida SRK Consulting kompaniyasi vakillari bilan hamkorlik imkoniyatlarini yanada kengaytirish va rivojlantirish bo'yicha, China Everbright Grand Tech kompaniyasi vakillari bilan texnogen chiqindilarni qayta ishlash bo'yicha, Metso kompaniyasi bilan strategik loyihalar bo'yicha, Future Ventures kompaniyasi bilan qayta tiklanuvchi energiya, noyob elementlarni boyitish va shu kabi masalalarda muzokaralar olib borildi. O'zbekiston Texnologik metallar kombinati yoshlarni qo'llab-quvvatlash yo'nalishida ham faol. Xususan, Oliy ta'lim, fan va innovatsiyalar vazirligi bilan hamkorlikda O'zbekistonda ilk marotaba xalqaro yirik tadbir Kelajak muhandislari festivali tashkil etildi. Tadbir yakunida 4 nafar g'olibga kombinat tomonidan Expo 2025 xalqaro ko'rgazmasida ishtirok etish uchun Yaponiyaga yo'llanma berildi. O'zTMK vakillari Xitoy Xalq Respublikasida bo'lib, sanoat sohasidagi yirik kompaniyalardan biri City Construction faoliyati bilan yaqindan tanishdi. Uchrashuvlar chog'ida ikki tomonlama hamkorlik doirasida muhim kelishuvga erishildi. Xususan, kombinat va City Construction kompaniyasi o'rtasida sulfat kislotasi ishlab chiqarish zavodini qurish loyihasini amalga oshirish bo'yicha shartnoma imzolandi. Tog'kon sanoati va geologiya vazirligi, O'zbekiston Texnologik metallar kombinati va Xitoy Xalq Respublikasining tijorat vazirligi o'rtasida muhim uchrashuv tashkil etildi. Uchrashuv davomida tomonlar yashil iqtisodiyotga o'tishda hal qiluvchi ahamiyat kasb etayotgan sohalar, ya'ni qayta tiklanuvchi energetika, elektromobillar va yuqori texnologiyali sanoat uchun zarur bo'lgan strategik xomashyo, texnologik metallar bo'yicha hamkorlikni kengaytirish masalalarini muhokama qildilar. Ma'lumotlar shulardan iborat edi. Salomat bo'ling va bizni kuzatishda davom eting.